Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil mediyeler alemlerinin yaratquchisi ve yegane Rabbi bolgan Allah Ta'alaga xosdir. Allah Ta'alan için qalbimden mediyeleymen. Onunga hamd sana etmen ve şükür qilman. Haq dinni bizlerge yetkizgen suyumlik Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalamga durud, dua ve salam yollayman. Onun aile tavabatlarına, sahabileriga ve ta qiyomatgacha onun yo'lida mangdigan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'qirmanlarimiz, endi huzuringizga baxt saodatning 40 retsepi nomli kitobimizni o'qib berishni davomlashtiramiz. 24-retsep prinsipda ching turing. İnsanlarning tabiati va xarakteri har xil bo'lib, ba'zisi o'z prinsipiga sodiq bo'lib, qandaqli bir sharoitda bo'lsin, prinsipda ching tursa, ba'zisi uning aksiga keladi. Ammo prinsipchi insonni hamma odam suyidi va hurmatlaydi. Alloma Muhammad Arifi hayotingizning huzur eling nomli asrida mundaq deb yozadi. Prinsipda ching turadigan va e'tiqodida mustahkam bo'lgan kishilarni har kim suyidi. Chunki prinsipchi insonni boshqalar o'z manfaati uchun qo'llanamagan vaqtlarda so'kkan bilan uningga chin dilida hurmat tuyg'usi bo'ladi. Uningdan ayminadi va uni cho'ng biladi. Beshiga kun kelgan chog'larda uningga murojaat qiladi. Uningdan yordam so'raydi va uningga ishinadi. Prinsipchi inson xatoliklarga tushib qilishdan, nafsining orqasiga kirib, o'zini ziyonga uchirtishdan saqlanib qoladi. Dunyodagi har qanday din, har qanday falsafa va har qanday qonun insonlarni prinsipal bo'lishga, har kim o'zi mansub bo'lgan e'tiqodda ching turishga tashabbus qiladi. Prinsipal insonlar ziyon tortmaydi. Mazkur kitobda yana mundaq deb yozilgan. O'z prinsipida hech kimdan pora olmaslik bo'lgan mas'ul kadr kishilardan pora elib, aqlini va ruhini bulg'amaslik uchun nafsini aqliga bo'ysundiradi. Aqlining va vijdonining yo'l boshlashi orqasida ish ko'radi. U hadiya yoki sovg'at degandek nomlar bilan atilib kelgan parini qabul qilmaydi. Bir-biriga qat'iy yolg'on aytmaslikni prinsip qilib olgan ayollarmi har qancha qiyin sharoitga tushib qolgandimi, bir-biriga qat'iy yolg'on aytmaydi. Xaridorlarga samimiy va rostchil bo'lishni prinsip qilgan savdogar yoki do'kondor yolg'on aytmasa ziyon tortadiganligi nihoyatda aniq bo'lgan sharoitlardami qat'iy yolg'on aytmaydi. Islom ulamolari haqiqiy rostchillik yolg'on aytishdan boshqa chora qolmagan vaqtda rost so'zlashdir degan qoidani o'tirg'a qo'ygan. Arablarda rost so'zlagan odam cho'qim maqsadiga yetadi deydigan hikmat bor. Shunga qandaqli bir sharoitda bo'lsin, rost so'zlashni o'ziga prinsip qilgan odam rostchillikka sababli cho'qim g'alaba qiladi, qat'iy ziyon tortmaydi. Aniqki, bir savdogarning yolg'on aytib topgan bugungi 10 yuan harom pulidan rostchil savdogarning rost so'zlab topgan 1 yuan halol puli oxirgi hisobda yaxshidir va barakatlidir. 25-retsep siz o'zingiz bo'ling. Dunyoda har kimning o'ziga xos xususiyati va o'zgichiligi bo'lib, inson shu o'zgichiligi va xususiyati bilan qimmatlidir. O'zining o'zgichiligini boshqalarning o'zgichiligida eritayotgan odam qimmatsiz odamdir. Chunki Alloh taolo yaratgan har bir maxluq o'z oldiga birdan mo'jiza, birdan san'atdir. Islom mutafakkiri Alloma Muhammad G'azali hayotingizni yangilang nomli asrida mundaq deb yozgan. Ba'zida inson boshqa biridan qattiq ta'sirlanib, uningga o'xshab keladi. Masalan, birovning nutq so'zlashdagi mohirligidan ta'sirlanib, uningga o'xshash notiq bo'lishni orzu qiladi. Bu tabiiy ahvol. Ammo o'zining tabiatini, xususiyatini va o'zgichiligini yo'q qilgan holda o'zi do'rmoqchi bo'lgan odamning o'zgichiligini olaman deyish ahmoqlikdir. Chunki xuddi poyezd o'zining yo'lidan chiqib ketsa to'xtab qolgandek, odamni o'z xususiyatini va o'zgichiligini yo'qotib qo'ysa, hayotda to'xtab qoladi, ilgariy olmay qoladi. Odamlar hammadan avval o'zlaridagi tabiiy qudratni yetishtirishga va ish qilishga muhtoj. Agar inson tirishadigan bo'lsa, o'zidagi tabiiy qudrat xuddi o'simliklar yerdan unib chiqqandek yetishib chiqadi va o'zini ko'rsatadi. Shuningdek, hamma o'z xususiyati va o'zgichiligi bilan o'sadi va yetiladi. Masalan, xorma daraxidan o'zim chiqmagandek, olma daraxti shaptul bermaydi. Doktor Aiz Al-Qarni g'am qilmang nomli asarida mundaq deb yozadi. Boshqalarni do'rayma deb boshqalarga singishib ketmang.
Şübihsizki, başqalarını do'rash o'ziga o'zi muddatsiz qamoq jazosi berganga barobardir. Ko'pincha odamlar o'zining tabiiy o'zini, ovozini, so'zini, iqtidorini, sharoitini unutib boshqalarga o'zlashib ketadi. Halbuki u saxta hol tortish, rangvozlik qilish, o'zini kamsitish va o'z mavjudligini yo'q qilishdan boshqa narsa emas. Odam alayhissalomdan tortib eng oxirgi insonga qadar chiroyi o'pma o'xshash ikki odamni uchirtolmaysiz-yu, talant va axloqiy jihatda o'xshashadigan ikki odamni qandoqmi uchirta olasiz? Siz avvalidimi, ham oxiridimi o'xshashi bo'lmagan alohida bir mavjudot. Boshqalar har qancha qismi siz bo'lolmaydi. Sizmi har qancha qilib boshqalarga aylanolmaysiz. Shunga siz ko'rganli sanamga dastlab o'z xosligingizni yo'qotib qo'ymang. O'z salobatingizni va axloqingizni saqlang. Vali kulli vajhatun huwa muvalliha. Ya'ni har bir ummatning yuzlanadigan qiblasi bor degandek, o'z tabiatingiz bilan o'zingizdek yashang. O'zingizga xos bo'lgan ovoz va yurish turishingizni o'zgartmang. Ilohiy vahiy bilan o'z tabiatingizni tavlangki, o'z mavjudiyatingizga sal qarab, xosligingizni yo'q chiqarmang. Siz o'zingizga xos chiroy, o'zingizga xos axloqqa ega qilib yaralgansiz. Biz har vaqt sizni siz bo'lgan holatingizni ko'rishni xohlaymiz. Chunki siz shundoq yaratilgan, bizmi sizni shundoq to'nigan. Shunga hech kim boshqalarni do'rayma deb avora bo'lmasin. Aniqki, odamlar o'z mohiyatidan aytganda har xil mevalik daraxtlarga o'xshash tatliq, chuchumal, yo cho'ng yoki ushshoq bo'ladi. Agar siz banan bo'lib yaratilgan bo'lsangiz, behi bo'lishga urinmang. Chunki sizning go'zallik va qimmatingiz banan bo'lgan cheg'ingizda namoyon bo'ladi. Bu ham shuning uchunki, bizning rang, til, talant va kuch-quvvatimizning o'xshamasligi yaratquchining birlik va borligining dalilidir. Shunga siz yaratquchining dalilini inkor qilg'uchi bo'lib qolmang. Dali Karnik mundaq deb yozgan: Siz dunyoda hech kimga o'xshamaysiz. O'xshay desangizmi o'xshayolmaysiz. Chunki siz yegona tabiatga ega shaxssiz. İnsanlar yaratilgandan beri o'tmishlardimi sizga o'xshaydigan birasi ko'rilib boqmagan. Hozirmi yo'q, kelajakdimi ta qiyomatgacha har tarafdan sizga o'xshaydigan birsi yaratilmaydi. Irisiyat mutaxassislari har bir to'ralmadagi 23 juft kromozomning barliq xususiyatlarda uni boshqa to'ralmalardan farqlantirib turadiganligini va boshqasiga qat'iy o'xshamaydiganligini izohlaydi. Demak, siz dunyoda hech kimga o'xshamaydigan siz. Undaqda siz o'zingiz bo'ling. Maydoni yo'q odamdan yaxshilik kutgili bo'lmaydi. Hikoya qilinishicha, Rossiyaning zolimi Stalin hukumat amaldorlaridan birini tuyuqsizlik mansibidan ilayotgan ekan. Stalindan buning sababi so'ralganda, u mundaq degan ekan: "Bu amaldor men qandaqli bir ishda maslahat so'rasam, u mening ko'nglimdagi bo'yicha maslahat beradi. O'zining maydonini va ko'z qarashini dodil o'ttirib qo'ya olmaydi. Shunga men bundaq amaldordan behojat bo'ldim." Demisimi, bundaq bir amaldordan yaxshilik kutgili yoki uning bergan maslahatiga ishonch qilg'ili bo'lmaydi. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsligimizni mushada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.